Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz O'zbekiston bozorida juda yaxshi tanilgan va ko'pchilik tomonidan ishonchli avtomobil sifatida qabul qilingan Chevrolet Cobalt 2025 modeli haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu avtomobil kundalik foydalanish, oila uchun qulaylik va tejamkorlikni birlashtirgan model sifatida e'tiborni tortadi. Avvalo dizayn masalasidan boshlaylik. Chevrolet Cobalt 2025 tashqi ko'rinishida zamonaviy va soddalik uyg'unlashgan. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, ixcham, ammo aniq chiziqlarga ega farlar joylashgan. Kapot shakli aerodinamik ko'rinishga ega bo'lib, avtomobilga jiddiy va ishonchli qiyofa beradi. Yon tomondan qaralganda, kuzov chiziqlari silliq va muvozanatli bo'lib, shahar sharoitida ham, uzoq yo'llarda ham qulaylik hissini beradi. Orqa qismida esa ixcham stop chiroqlar va sodda bamper dizayni saqlanib qolgan. Umuman olganda, Cobalt 2025 dizayni ko'zga yoqimli va ortiqcha bezaklarsiz, amaliy uslubda ishlangan. Endi salon dizayniga to'xtalsak. Ichki qismda qulaylik va funksionallik asosiy o'rinda turadi. O'rindiqlar yumshoq va uzoq masofaga yurishda ham charchatmaydi. Old panel sodda, lekin tushunarli joylashuvga ega. Asboblar panelidagi ma'lumotlar aniq ko'rinadi. Haydovchi uchun barcha boshqaruv tugmalari qulay masofada joylashgan. Salon materiali kundalik foydalanishga mos bo'lib, oson tozalanadi va chidamli hisoblanadi. Texnologiyalar masalasida Chevrolet Cobalt 2025 o'z sinfi uchun yetarli imkoniyatlarni taklif etadi. Markaziy konsolda sensorli multimedia tizimi joylashgan bo'lib, u smartfon bilan ulanishni qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth orqali qo'ng'iroqlarni qabul qilish, musiqa tinglash va navigatsiyadan foydalanish mumkin. Konditsioner tizimi salon ichida tez va samarali ishlaydi. Bu esa ayniqsa yozning issiq kunlarida juda muhim. Shuningdek, xavfsizlik nuqtai nazaridan asosiy haydovchi yordamchi tizimlari mavjud bo'lib, kundalik haydashda ishonch bag'ishlaydi. Amaliylik Chevrolet Cobalt'ning